Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uzoq kutilgan yangilik tayyor. Endilikda oson, tushunarli va bitishga qulay andozalarimiz sotuvda. Endi bir maketin andozalarini ko'rsatib o'taman. Mana bu andozamiz 48-razmerdagi andozamiz. Hozir ochib ko'ramiz. Mana bu andozamizni ochganimizdan keyin o'sha aytgan jadvalimiz ichidan chiqadi. Mana bu jadval, mana. Bu jadvalda 88-razmerdan 140-gacha razmer chizib ko'rsatib qo'yilgan. Mana. Bu 48-razmerdagi ko'ylagimiz andozasi. Bu etak ham tayyor qilib chizib, taxlab, kesib qo'yilgan. Bitishga oson bo'lishi uchun. Bu oldin andozamiz. Mana. Bu yerda hamma yordam chiziqlar chizib taxlab qo'yilgan. Mana bu oldini tugma haqqi joyi. Bu ham chizib taxlab tayyorlab qo'yilgan. Oldin uyilishlari, yelka chiziqlari, bokovoylari, yordamchi chiziqlar, belgacha bo'lgan masofadagi chiziqlar, bo'ksagacha bo'lgan chiziqlar hammasi chizib tayyorlab qo'yilgan. Bu andozamizda mana shu o'rtadagi bitishkalar ham kesib chiroyli qilib bitishga tayyor holda qirqib olingan. Mana bu yerda sizlar bitishka ham chizib o'tirmaysizlar. Bu oldin bu. Bu esa orqa qismi. Bu ham xuddi shunday. Bu ham belgacha bo'lgan uzunlik chizilgan, tayyor, bo'ksagacha bo'lgan uzunlik chizilgan, yelka chiziqlar, orqa uyilishlari hammasi tayyor holatda chizib taxlab qo'yilgan. Bizni asosiy ko'ylakda ishlatiladigan asosiy shu andozamiz mana shu bo'ladi. Shu andoza bilan ko'ylak bichib tikamiz. 48-razmerdagi andoza. Ikkinchi andozamiz. Mana bu ikkinchi andozamiz. Bu andozamiz 46-razmerdagi andoza. Mana bu ham oldin. Mana oldin yordamchi chiziqlar, vitichkalar joyi kesilib, taxlab olingan. Bo'ksadagi bo'lgan uzunlikdagi chiziqlar, beldagi bo'lgan uzunlikdagi chiziqlar hammasi chizib tayyorlab qo'yilgan. 46-razmerdagi tayyor andozamiz. Bu andozadan 12 yoshdan boshlab 12 yoshdan yoshdagi qizlarga boshlab ko'ylak bichishingiz mumkin. Oldin andoza, bunisi esa orqa andoza. Mana. Tayyor. Shuni olib matoga qo'yib bemalol bichishingiz mumkin. Bu andozamiz 46-razmerdagi andoza. Endi mana bu. Bunisi esa tekis andozachamiz. Qizaloqlar uchun mo'ljallangan andoza. Shu andozada ham ko'pchilik tikuvchilarimiz adashib ketishadi. Qizaloqlar uchun mo'ljallangan andoza. Oldi uyilishlari, qo'ltiqqacha bo'lgan masofadagi uyilishlar, yelka chiziqlar, belgacha bo'lgan uzunliklar hammasi tayyor qilib chizib qirqib qo'yilgan. Buni olasizlar-u matoni ustiga tashlab bemalol ko'ylakchalarni bichib olsangiz bo'ladi. Mana oldin, orqa, mana bu yengi. Mana shunaqa maydagina yengcha. Qizaloqlar uchun, qizaloqlar yengchasi.